Kechqurun ustoz Qoragan bilan Assalomu alaykum. sekin kechki sayr. Ovqatdan keyin ozgina domla Inshaalloh. yurgan yaxshi baribir. Hazm qilyapmiz-da. Shahar yaxshi, chiroyli, go'zal. Misol uchun mana bir og'aynim bor. Telefon nasiyaga olib chiqaradi. Malikani savdosida mana misol do'kon bo'lsa, shuni oldida turishadi pul bilan so'mkada. Kelib misol uchun birov bizga o'sha telefon kerak, iPhone misol uchun kerak, bo'lib berishga aytsa, magazin o'zi bermaydi. Bular o'sha yerda o'zida pul tikadiganchilar. Bular olib nasiyaga chiqarib yuborishadi, o'zini anaqasini qo'yib, iCloudni qo'yib, iCloud qilib, foydasini qo'yib, shu 6 oyga chiqarib yuborishyapti. Bo'ladimi? u sotib olib berib olsa bo'ladi. O'sha yerda u bir kun saqlash, uyga olib borish. Yo'q. O'sha yerda o'zida ham qilsa bo'ladi. Faqat sotib olish o'ziga bo'lish kerak-da. Keyin u o'sha og'aynimdan ko'pchilik foydalanyaptiki, misol uchun boshiga ish tushib qoldi, katta pul kerak bo'lib qolsa, qarz so'rab yurmayapti-da hech kimdan. O'rtoq menga o'sha bitta iPhone olib bergin, deyapti. Men senga bo'lib qilib berishga beraman, deyapti. Oldi u nasiyaga, lekin uni sotib olib $100 arzoniga. Uni olib qarzini yopib ishini bitiryapti, bunga oyma-oy berib yuribdi. Shundan уже 3 ta 4 ta ustma-ust bo'lib ketdi-da, shunisi bo'ladimi? Fatvo sifatida bo'laveradi, lekin biznesmen unaqa qilmaydi. U yerda qarzi ustiga qarzda endi u qarzi ustiga qarzi yuklash. U oxiri tupikka kirib qoladi. Uni shapkasini bunga, buni shapkasini. Keyin shapka qolmaydi. Keyin kallasi ketib qoladi. Shuning uchun uni to'xtatimiz berish kerak. Chunki o'zi 20%, 30% qimmatga olyapti. $100 arzonga sotib olyapti, 40% ga tushyapti taxminan. Ko'chada 40% lik biznesi yo'q. Hech qachon foyda ko'rmaydi. Keyin yana bitta masala, bitta o'rtog'imiz bankdan Spark olgan, Cheris bank qiladi. Kredit. Kelinglar, alaykum assalom. U konkret foiz anaqa bilan olingan. Endi u tupikka kirdi, to'g'ri to'lamayapti, mashinani bank уже olib qo'yadigan darajaga keldi. U so'rayotgani, men foizga kimdandir olib uni yopib olsam bo'ladimi? Spark ketib qolmasligi uchun to'g'ri qolgan o'zi bor yo'q. Yo'q. Mana foiz kiryapti. Ribo o'sha yerda menga halol bo'ladimi? Zaruratdan-ku, deyapti. Endi unaqa zarurat. U zarurat kelmaydi. Zarurat u boshida ham shunaqa qilgan-ku, u o'lib qolishi mumkin bo'lgan narsada bo'ladi unaqa narsada. O'lim xatari bor, shunaqa narsa bo'lsa. Endi mana bunaqa qilsa-chi. Men o'sha bankini anaqasini yopib berib, mashinani o'zim nomiga olib, keyin unga nasiyaga chiqarib olsam bo'laveradi. Unda yordam bo'ladi. Ana bank ribosiga men qo'shilmagan bo'laman. Chunki anaqasini yopib beryapman. Keyingi to'lovlarchi. Mana qarang, Sparkdan qutulishiga bankdan 4 oy qolgan. Agar bankdan o'sha hammasini to'lab birdan sotib olib o'zingizga yopib, bunga shu problemani chiqarib olsangiz bo'ladi, savob bo'ladi. Lekin men bankka ribosini to'laganim menga anaqa zarar yo'q. U ana zarurat yuzasidan o'sha paytda joiz bo'ladi. O'sha paytda to'lab o'zim nomimga olib, sirasi o'sha bolani o'ziga bo'lib sirasi yopib olyapsiz. Sirasi yopib olsangiz foiz ham olmaydi. Endi masalan, to'ra hali turibdi muddat. Shu muddatdan oldin to'lab olsangiz, bank ustiga foizini olmaydi. To'ra oyligiga qoladi. Endi qarang, yana bitta narsa arenda masalasi. Mashina olingan 2 yilga misol uchun dogovor bo'lganda, 1 yilda 1 yil bo'ldi. 2 yilga dogovor bo'lgan joyda 1 yildan bittada kelib yopib, ana foizini churib yopib ketsa bo'ladimi? U boshqa anaqa. Bu endi zarurat yuzasidan hozirgi aytganimga o'xshaganda bo'ladi. Lekin qarshi taraf yo'q, men kutaman desa, bu majbur. Agar misol mayli berur 1 yilda yopib yuborur, men foizdan kesib tashlayman desa bo'ladimi? U foizdan kesmaydi, ustidagi foydasini olmaydi. Taqsid qiladi o'shanda. Ustidagi foydasi borki, masalan, 10 minglik narsani 12 mingga sotgan. To'g'rimi? Har oyga $200 dan qo'ygan. Masalan, $200 dan qo'ygan. 4 oy berdi, $200 dan foydasi bilan berdi. Qolgan 6 oynikini $200 dan oldindan yopib yuboraman desa, foydasini olmaslik kerak. Oyiga misol uchun $400 dan kelishilgan, bu oyma-oy 600 berib yuribdi-da. O'shani hisobiga deyapti, ana arendatorga kamaytirishga majbur emas. Kamaytirishga majbur emas. Siz majbursan desangiz bo'lmaydi. Tanlab olish kerak dedi. Tanlab olish uchun Hop. Olinglar.
Nima degan? Masalan, 3 oygacha borasiz, любой magazinda borib, borasiz, bir nima olasiz. 3 oyda bo'lib to'laysiz. Agar to'lanmasa 2000 tanga qarayga. Shu biz magazinlarga qo'yaylik desak, bizni muftiyat ruxsat beribdi, ana bu bo'lmaydi. Pastga tushganda, shunda ko'prikdan tushganda o'ng tomonda o'tiribmiz anu. Baskin Robbins oldida. Mana shuni yap. Men yemayman. Narsa savdo olganmi? Bank sizdan oladi.